bir qancha suhbatlarda tagida yozishyapti. Xitoy haqida bir narsa demaysizmi? Xitoyni nimaga indamayapsiz? Bu sal madaniyroq. Endi Xitoy haqida gapirmaysanmi? Voy saroy mulla. Hozirgi kunda bu Xitoy sotib olyapti O'zbekistonni, yaqinda Uyg'urlarning holi boshimizga keladi degan. O'zbekiston O'rta Osiyoda eng strategik ahamiyatga ega joy. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas, yeri. Uy sizniki. Bor bizni olib chiqib ket uyini deydi, ketdi. Uyingizdan neft chiqsa davlatniki bo'ladi. Agar shaxsan sotib olganingizda uyingizdan neft chiqsa sizniki bo'ladi. Rossiyani Xitoy bilan chegaradosh yerlarida faqat tug'ilish bilan xitoyliklar egallayapti. Bu Xitoy haqida gapirmayapsanmi? Hamma gapirsa, men ham gapirishim kerak ekan. Ana Furqat degan Germaniyada yurgan sharlatan nima deyapti? Hamma Xitoyga qarshi bu tarafini olyapti deydi. Biz 1 gektar joydan 10 ming dollar agar daromad qilsak, do'ppimizni osmonga otyapmiz. Xitoy 1 gektardan 60 ming dollargacha daromad qilyapti ekan. 1 gektardan 60 ming dollargacha. Kumushkonda konlar ijaraga sotib olib, tilla qazishyapti. Qani bizning zavodlarimiz, bizning mutaxassislarimiz? Oling, ana sotilyapti. Siz ham chiqib oling, qiling. Ramazon oyida trenirovka qilsa bo'ladimi degan odamlar so'raganlar bor. Albatta bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ro'zador odamga qon oldirishlikni qaytarganlar. Keyin qiziqligi o'sha Xitoy haqidagi gapni nimada gapirganman. Bahrom Bakirov degan bitta sunnat inkorchisi paydo bo'lgan hozir. Tamomiyla ya'ni islom dinidan voz kechib, yangi din targ'ib qilyapti O'zbekistonda. Yangi din. Qanaqa din? Faqat Qur'onga ergashamiz degan din. Men 2021-yilda aytgan ekanman. USAID tashkiloti xoin, tanib qo'yinglar. Ozodlik BBC xoin. Mana isbotini topyapti. O'zlari aytadi. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu ala habibina va shafi'i dhunubina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, hurmatli mo'min musulmon yoru do'st birodarlar, Ramazon-i Sharifni navbatdagi barakotli kechalaridan birida sizlar bilan yana diydorlashib turibmiz. Alloh taolo bu diydorimizni o'zi xayrli, barakotli, fayzli narsalarga vasila qilsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Ro'zani haqqini ado qiladigan bandalardan bo'lishimizni nasib qilsin. Shu ro'za sharofatidan qiyomat kunida Rayyon degan jannatdan kirishimizni ham Alloh taolo nasib qilsin. Bu oy mardim maydondir. Bandam degan Rahmondir. Kutib turgan Rayyondir. Ramazon keldi, Ramazon. Ramazon keldi, Ramazon bastamiz dunyoni zabt qilyapti. Turkiy zabon barcha o'lkalarda musulmonlar o'zlarini tillariga tarjima qilib aytishyapti. Turkiyada butun boshli maktab jo'r bo'lib aytyapti ekan. Iqbol Muhammad akamizni bastasi bilan bu yerda afzal do'stimizni sa'y harakatlari bilan karantinda ajoyib bir uslub bilan tarqatishgan edi. Mana har yili Ramazonda bu qo'shiq hammamizni tilimizdan bir marta bo'lsa ham aylanadi. Ya'ni biz ham o'zimizni tilimizdagi san'atimizni butun dunyoda kuylattira olamiz ya'ni. Faqat uni o'sha sifatli guruh jamoa bilan qilish kerak. Xo'p. Hozir bir joyga ketyapman. Sal oling o'ngroq bemalol sig'asiz.
Sig'asiz o'ngroqring, o'ngroq. Sog' bo'ling. Ajoyib. Ayol kishilar risk qilishdan qo'rqadi-da. Erkak kishilar ko'proq tavakkulga moyillik bo'ladi. Ayol kishi shunga yangi mashina minganlari shunaqa katta joydan ham xavotir qilib o'tadi. Xo'p, yo'l-yo'lakay keyin bir mulohazali fikrni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Anchadan beri qiziq hodisa. Men sezib yuribman o'zi, bor bizga nisbatan men tashlantash qilayotgan shu millatni inqirozi uchun qo'lidan kelgan hamma harakatni qilayotgan jamoalar bor. Ular shu millatga qilayotgan makr hiylalarini oldini olishi mumkin bo'lgan, ularga raddiya berishi mumkin bo'lgan odamlar ro'yxatida meni birinchilarda ko'rsa kerak yoki 10talikda ko'radi. Shuning uchun bu odamni iloji boricha shu bizni millatga o'ynayotgan o'yinlarda xalaqit qilmaydigan qilib qo'yish kerak. Montaj qilish kerak, shantaj qilish kerak. O'zi menga kerak emas bo'lsa-da, buni obro'sini to'kish kerak degan harakatlari bor. Bir qancha suhbatlarda tagida yozishyapti. Xitoy haqida bir narsa demaysizmi? Xitoyni nimaga indamayapsiz? Bu sal madaniyroq. Endi Xitoy haqida gapirmaysanmi? Voy saroy mulla. Bu endi o'shani trollar. Endi yuzi boru, lekin o'shalarni propagandasiga aldanib qolgan odamlar ham haqorat qilib yozyapti. Sotilgan bu. Instagramda Furqat degan bitta sharlatan bor ekan, sharlatan. Dubayda sen bilan ko'rishganman deb qo'yadi. Dubayda men bilan ko'rishgan bo'lsa, demak, yugurib kelib qo'limni ushlab, sizlab gaplashgan bo'ladi-da. Menga yuzma yuz kelganda tikkama-tikka kela olmagan bu bolalarda, Germaniyada ekan hozir. Shu yozyapti, bu sotilgan shu narsalarni qanchaga sotilasiz deyapti meni. Sotilasan deyapti. Xitoy haqida hayron bo'ldim. Nimaga bunaqa propaganda bo'lyapti? Nimaga to'xtamaslar? Ana Turkiyadagi yurgan Fazliddin Parpiyev na bir siyosiy ongi bor, na bir islomdan ma'rifati bor, na bir vafodorlikka o'xshagan insoniy xulqi bor. Cho'kib tamom bo'lgan, xoin bo'lgan bola chiqib olib Xitoy bosib olyapti O'zbekistonni. Mutasaddilar qaramaydimi? Yerlar sotilib ketyapti qilib, u ham o'zicha gapiribdi. E'tibor bermay yurdim, o'rganib ko'rib, oxiri kecha bir suhbatda gapirib olgan edim. Shuni kesib qo'yishgan ekan. Endi ana o'sha bizga montaj qilishlikka tayyor turgan, Xitoy haqida gapirmaysanmi deganlar tayyor turganda bu gapga srazi olishib, tarqatishib, shuni ustida o'zlarini o'yinlarini o'ynashyapti. Do'stlar, Xitoy haqidagi gap so'zlarni aksariyati propaganda. Bu bilan biz O'zbekistonni boshqa davlatlarga, gegemon davlatlarga sotib yuboraylik degan xulosa chiqmaydi. Sotmaydi, hech qachon o'zbek millati, o'zbek xalqi, o'zbek hukumati yerini sotmaydi. Sotsa to'ntarilib ketadi davlat. Sotib bo'lmaydi yerni. Yo'q, bizda unaqa huquqiy, bizda McDonald's franshiza bilan kelib ishlamaydi O'zbekistonda. Nimaga? Nimaga McDonald's bizni O'zbekistonga kelib franshiza bilan ishla olmaydi? Chunki McDonald'sning asosiy sarmoyasi yerga o'zini shaxsiy mulki qilib ustupkalarga, ba'zi chekinishlarga borishi mumkin. Kelajakda kelib mayli endi mulk shartnomasi, ijara shartnomasi bilan ham olib ishlashimiz mumkin deyishi mumkin. Kelajakda O'zbekistonni yeri haqida nima yangiliklar bo'ladi bilmayman. Lekin hozirgi kunda bu Xitoy sotib olyapti O'zbekistonni, yaqinda Uyg'urlarning holi boshimizga keladi degan haligi ritorik emas. Nima deydi buni? Ha, ritorika deydi. Ritorika, so'z o'yini bilan chiroyli jumlalar tuzib O'zbekistondagi xalqni ahmoqqa chiqarayotganlar aldashyapti sizlarni. O'zbekistonda yer yo ijaraga beriladi,
yo mulkdorlik sifatida beriladi. Shaxsan sotilmaydi yer. Yer davlatniki. Har doim yerga davlat ega bo'ladi. Xitoy keladimi, Yapon keladimi, kim kelishidan qat'iy nazar, bu Xitoy kelgan joyida yer sotib ola olmaydi. Xitoyni yeriga aylanib keta olmaydi, mumkin emas. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Buni ko'zboylag'ichilik qilishyapti. Maqsad Rossiya haqida shuncha propaganda qilishdi. Ukrainadan turib olib, ruscha gapirib, o'zbeklarni alabayga o'xshatib haqorat qilgan bir bo'mishni mana ruslar, mana propaganda qilib buni harakat qilishdi. O'xshamadi. Bu LGBT targ'ibotchilar rosa harakat qildi, o'xshamadi. Hizbiyni harakat qildirishdi, o'xshamadi. Endi Xitoy propagandasi boshlandi. Xitoyliklar bilan ishlayotgan o'zbeklar bor. O'zbekistonga sarmoya tikyapti ular. Yerni sotib ola olmaydi, yana qaytib aytyapman. Bizni yerimizni sotib ola olmaydi, aldashyapti sizni. Ha, Xitoy aholisi ko'p davlat, undan tashqari gegemon davlat. Gegemon. Xitoy ilmiy fan taraqqiyot bilan dunyoni egallash rejasidagi davlat. Yosh bolasini, maktabini, bog'chasini ko'ring, xitoyliklarni. Yosh bolalarni qanaqa maktabda o'qityapti. Xitoy bizni xalq o'laroq egallab olmasin degan o'zbek millatini g'amini yegan, vataniga muhabbati bor o'zbek o'g'lini saviyali shaklda o'qitish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Xitoy undoq, Xitoy bundoq baqir-chaqir bilan hech narsa qila olmaysizlar. Bu jarayon davom etadi. Biznes ma'nosida, zavod qurish ma'nosida O'zbekistonga katta bunaqangi oqim kelishligi tabiiy. Avvallari sizlarga aytgan edim do'stlar, O'zbekiston O'rta Osiyoni Shvetsariyasi. O'zbekiston O'rta Osiyoda eng strategik ahamiyatga ega joy. Bu joy har doim bozor sifatida butun savdogarlarni qiziqtirib kelgan. O'zbekiston siyosati bir paytlar o'ta yopiq bo'lgan, hech kim kirib kelib biznes qila olmagan, qilganlar ham muammoga uchragan. O'shaning uchun ishonchsiz sifatida qaragan. Bugungi kunda Xitoy kirib kelib pul tikyapti, shu yerda zavod ochyapti, qilyaptimi? U yerni sotib olyapti degan propaganda bilan aldanmang bu propagandaga. Yerni sotib olayotgani yo'q, sotib ola olmaydi yerni. Yer yo'q, mulkdorlik sifatida yoki ijara sifatida beriladi O'zbekistonda. Yashab turgan uyingiz ham sizniki emas, yeri. Uy sizniki. Bor, biz olib chiqib ket uyini deydi, ketdi. Uyingizdan neft chiqsa davlatniki bo'ladi. Agar shaxsan sotib olganingizda uyingizdan neft chiqsa sizniki bo'lardi. Bizda unaqa siyosat yo'q hozir. Aldashyapti xullas kalom. 4,5 millionga yaqin, 5 millionga yaqin o'zbek Rossiyada yuribdi. Rossiyada shunaqa propaganda bor. Rossiyaning ichida shu Rossiya siyosatini boshqa davlatlarga ya'ni sotilayotganlikda ayblash bilan gastrobayter bosib ketdi bizni, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Bu propagandaning oqibatida bizni musofirdagi o'zbeklarimiz jabr ko'ryapti. Tojiklarimiz, qirg'izlarimiz jabr ko'ryapti. Propaganda bu. O'zbekiston qonuniy davlat. Qonun bor O'zbekistonda. O'zbekiston butun dunyoda tan olingan mustaqil davlat. Shundoq kirib turib kimdir bosib ola olmaydi bu davlatda. U yo'q unaqa narsa. Biz u varvarlar davrida yashamayapmiz. Shunaqa deb gapirsam tagga yozishyapti. Boshida nima deyishgan edi? Xitoy haqida gapirmaysanmi deyishgan edi. Xitoy haqida ikki og'iz gapirib ketsam, nimaga hamma narsaga burningni tiqaverasan deyishyapti. O'shalar shunaqa deb yozyapti. Sanlar o'ynagan o'yinni ssenariysini men yozganman. Men yozgan ssenariy bilan o'ynayapsanlar. Ssenariyning oxirini aytaymi? Pachchag'ing chiqadi sanlarni.
Chunki senlarni orqangda qandaydir kapitalistlar bor. Bo'ldi. Bizni orqamizda Alloh bor. Bizga kuchlaring yetmaydi senlarni. Million uslub bilan propaganda qillaring, kuchlaring yetmaydi. O'zbek xalqi oxirgi tomchi qonimiz qolguncha mustaqilligini himoya qilamiz. Bu bizni iymon taqozo qilgan majburiyatimiz. Hech qachon. Bu Xitoy, Rossiya, Yevropa hech kim bizga bu davlatni mustaqilligiga ya'ni rahna sola olmaydi. Hujum qilishi mumkindir. Boshqa oxirgi qon qolguncha, tomchi qonimiz qolguncha ular bilan urushamiz. Lekin diplomatik aloqalar Xitoy kirib keladimi, ruslar kirib keladimi, amerikanslar kirib keladimi, yaponlarmi, ular bilan biznes qilishimiz, tajriba almashishimiz tabiiy hamma davlatda bor bu. Koreyada ham shunaqa muammo bor. Xitoy ko'payib ketyapti. Men xuddi shu masalani ilgari Rossiya haqida ham gapirgandim. Rossiyani Xitoy bilan chegaradosh yerlarida faqat tug'ilish bilan xitoyliklar egallayapti. Yer Rossiyaniki, Xitoy o'sha joylarga odamini tiqishtiryapti. Chunki Xitoyda yer muammosi bor. Gigimon davlat odam soni dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bular hamma narsaga tayyor odamlar. Shu propagandalarga aldanmasligimiz kerak. Qisqaroq shuni aytib qo'ymoqchi edim men. Bu Xitoy haqida gapirmayapsam, hamma gapirsa men ham gapirishim kerak ekan. Ana Furqat degan Germaniyada yurgan sharlatan nima deyapti? Hamma Xitoyga qarshi bu tarafini olyapti deydi. Hozir Xitoy tarafini oldimmi men? Jumlani to'g'ri tushunmaydi. O'zi xohlagan jumlani ma'nosini to'qib oladi. Shu to'qib olgan ma'nosiga ko'ra bizni ayblaydi. Zoti toza odam emas shular. Zoti toza odamdan bunaqangi, ya'ni jur'at, bunaqangi bezbetlik sodir bo'lmaydi. Biroz andisha qiladi. Hop, endi Furqat ismli boshqa do'stlarimiz ma'zur ko'radilar. Bordi endi, ismlari muhim emas. Shunaqa odamlar bor. Xulosatul Karom do'stlar, kim bizni mamlakatga kirib kelishdan qat'iy nazar davlatni ularga topshirish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Unaqa topshirilmaydi. Yerimiz birovga berilmaydi. Xitoy ilmiy sohada juda kuchayib ketgan. Biz 1 gektar joydan 10 ming dollar agar daromad qilsak, do'ppimizni osmonga otyapmiz. Xitoy 1 gektardan 60 ming dollargacha daromad qilyapti ekan. 1 gektardan 60 ming dollargacha. Ilm bilan qilyapti shular. Kumushkonda konlar ijaraga sotib olib, tilla qazishyapti. Qani bizning zavodlarimiz, bizning mutaxassislarimiz? Oling, ana sotilyapti. Siz ham chiqib oling, qiling. Meni pulim bo'lsa mutaxassislarni olib kelib, shunaqa zavodlarni quraman men. Rejalarim bor shunaqa. Xitoyni olib kelib ishlatamanmi, turkni olib kelib ishlatamanmi, kelajakda amerikalikni olib kelib ishlatamanmi? Shu millatning manfaatiga xizmat qilaman degan rejam bor. Harakatimiz ham bor. Shu gapni aytay dedim do'stlar. Savollar ko'rinmayapti menga, lekin ko'pchilik tarovihdan chiqqan, ko'rishib turibmiz. Xo'p, Ramazon oyida trenirovka qilsa bo'ladimi degan odamlar so'raganlar bor. Albatta bo'ladi. Iftorlikdan keyin, tarovihdan keyin saharlikkacha ishlayotgan zallar bor. Yoki o'zingiz uyingizda bo'lsa ham bo'ladi. Qaytanga Ramazonda yaxshi bo'ladi. Chunki Ramazonda metabolizmning aylanishi tartibga tushadi, gormonlar joyiga keladi. Tartibli ovqatlanish quvvat hosil qiladi. Va natijada o'zingizni zaif his qilmasangiz shug'ullansa bo'ladi. Endi ro'za payti og'iz berk bo'lgan paytida menimcha juda afzal emas. Nimaga desa, Payg'ambar alayhissalom ro'zador odamga qon oldirishlikni qaytarganlar.
harom emas, ro'za ochilib ketmaydi-yu, qaytarganlar. Nimaga desa, ro'za o'zi zaiflik, qon oldirish ham zaiflik. Ikkita zaiflikni jamlamaslik kerak degan ma'noda tibbiyot mutaxassislari aytadi. O'shaning uchun og'iz ochgandan keyin yaxshi o'sha tuxum, protein mahsulotlarini yaxshilab yeganingizdan keyin tarovihni o'qing. O'qib kelganingizdan keyin saharlikgacha ko'pchilik uxlamayapti o'zi. Shug'ullansa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Keyin qiziqligi o'sha Xitoy haqidagi gapni nimada gapirganman? Bahrom Bakirov degan bitta sunnat inkorchisi paydo bo'lgan hozir. Tamomiyla ya'ni islom dinidan voz kechib, yangi din targ'ib qilyapti O'zbekistonda. Yangi din. Qanaqa din? Faqat Qur'onga ergashamiz degan din. Islom tarixida bunaqa jamoat bo'lmagan o'zi. Ya'ni faqat shunaqa Qur'onga ergashamiz degan bir jamoat zafar topmagan. G'oyalari faqat Qur'on degan g'oyalari bo'lgan, sunnatni ham e'tirof qilishgan ular aksariyati. Bular yangi din paydo qilishyapti. O'shalar haqida gapirayotganda aytdim, Xitoydan ko'ra mana bular xavfli. Nimaga bular ichimizdagi, bizni tilimizda gapiryapti ular? Degan edim. Do'stlar, Fir'avn xavflimi, Qorun xavflimi desa, ulamolar aytadiki, Qorun xavfli deydi. Nimaga? Fir'avn dushmanligini ochiq oydin e'lon qilgan. Ochiq oydin Musa alayhisalomga qarshi bo'lgan. Qorun Musa alayhissalatu vassalomning qavmidan bo'lgan, ichidan bo'lgan, o'zidan bo'lgan. Bani Isroildan bo'lgan. O'shaning uchun uni xatari ko'lami kengroq, masshtabi kengroq bo'lgan. Nimaga desa, u biladi-da, zaif joylarimizni biladi. Xalqimizni biroz diniy savodida o'rtachalikni biladi ular. O'shanga o'sha joyga hujum qila oladi. Fir'avn xavflimi, Samiriymi desa, Samiri xavfli. Nimaga? Samiri shu xalqning ichidagi odam. Xalqning ichida, shu xalqning ichida xalqni alday oladi u. Fir'avn ochiq dushman edi u. Bizga Trump xavflimi, Xitoy xavflimi, Bahrom Bakirovlar xavflimi desa, bizning xalqimizga yoshlarimizni e'tiqodini buzishga bular xavfli. Mana Bahromlar xavfli. Nimaga? Bular o'zi dindan voz kechib yangi din to'qib olgan odamlar, dindan biznes qilaman deb harakat qilayotgan odamlar. Yoshlarimizni aldasa, ularni e'tiqodini buzsa, eshik ichkaridan ochib beriladi keyin. Tashqaridan kelayotgan dushmandan qo'rqmang. Biz shunday millatmizki, tashqi hujumlarga hech qachon yengilmaganmiz. Buxoroni Chingizxon nechi kunlab qamal qilgan, ololmagan. Ololmagandan keyin ichkariga xat yozgan. Ichkaridan xoinlarni xullas strategiya qilib o'ziga og'dirgan, xoinlar eshigini ochib bergan, kirib keyin birinchi bo'lib xoinlarni qatl qilgan xalq oldida. O'sha eshigini ochib berganlarni. Nimaga desa, o'zini xalqiga xiyonat qildi-ku bular, ha. Menga vafodor bo'lmaydi bular degan. Bu Bahrom Bakirovlar, Kamol Yo'ldoshlar, Bobomurod Abdullalar, o'sha Somiriy ichimizda turgan xoinlar bular. Eshigini ichidan ochib beraman degan odamlar. Bizi xalqimizni hozirgi bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ba'zi muammolarini ko'chaga tashiyotganlar ham o'sha Somiriy hisoblanadi. Ichkaridan eshigini ochib beramiz dushmanga deyotganlar bo'ladi. Ular xavfli. Ularni oldini olishimiz kerak. Xiyonatni oldini olgan davlat kuchayadi. Xiyonatga to'g'ri jazo bera olmagan davlat sotilib ketadi. O'shaning uchun ichki xoinlarni tanitish, tanib qo'yish vazifamiz. Trump chiqib bir nutq qildi. Hamma jinni deyapti-yu, lekin chiqib shunaqa gaplarni, e'tiroflarni aytayapti. USAID tashkiloti Qozog'istonda LGBT'ni targ'iboti uchun 10 million dollar ajratgan. Trump aytayapti, Trump gapi bu. O'zbekistonga meni bilimimcha 8 million ajratgan edi. Adashmasam, yo 20 millionmi shunaqa, yoki O'rta Osiyoga 20 million ajratilgan edi. O'sha pulni olaman deb harakat boshlanganda, bu yerdagi mana bu
miting qilamiz deganlar, o'sha Sherali Komilov degan isqirtlar, bular o'sha pulni olamiz deb harakat boshlagan. Sekularizm davosida, dunyoviylik davosida shuning targ'iboti uchun harakat qilishgan. Trump USAIDni bekitaman deyapti. LGBTga 10 million Qozog'iston uchun sarflagan. O'zbekistonga ham sarflagan. Bundan kam emas. Men 2021-yilda aytgan ekanman. USAID tashkiloti xoin, tanib qo'yinglar deb. Ozodlik BBC xoin. Mana isbotini topyapti. O'zlari aytayapti. Biz ishlatganmiz, shunaqa pul tikkan shunga deyapti. Do'stlar, o'zimizni safimizni mustahkam qilsak, jipslashsak, dushmanni bizga kuchi yetmaydi. Xo'p. She'r bor edi, o'qib beraymikin, ha? Erkin Vohidov she'ri eshitamiz. Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizning tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoyi emas, pishib ketgan ko'zimiz. Arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz. Ajoyib. Alloh rahmat qilgan bo'lsin Erkin Vohidov janoblarini. Suhbatni tinglaganinglar uchun tashakkur. Xitoy haqida mana meni gapim. Xitoyni bizni O'zbekistonni bosib olishga u aqli ham yetmaydi, duxi ham yetmaydi. U bosib oladigan u eski davr emas u. Tijoriy ma'noda, mol tarqatish ma'nosida, savdo ma'nosida Xitoy dunyoni bosib olib bo'lgan. Voy deysizmi, dod deysizmi, hamma narsa Xitoyniki. Mana shu egnimizdagi kiyimdan tortib tutayotgan iPhone'imiz ham Xitoyda chiqyapti. Xitoy iqtisodiy bozorni bosib olib bo'lgan. Amerikani boshini aylantirib qo'ydi ular hozir. Xitoy butun dunyoga o'zini iqtisodini tarqatish rejasida yuribdi. Biz o'nglanmaguncha, o'zimiz bolalarimizni yaxshi tarbiya qilmaguncha bunaqangi propagandalarga aldanaveramiz. Bu propagandalarga aldangan odamlar yutqizaveramiz. Shunga aldanadiganlar bor ekan ichimizda, yutqizamiz. O'shaning uchun biz arramizni tishi yo'qligi o'zimiz o'tirgan shoxni aralayotganimizni bilishimiz kerak. O'shanga arramizni tishini olib tashlashimiz kerak. O'zimiz o'tirgan shoxni o'zimiz aralasak, yiqiladigan yana o'zimiz bo'lamiz. Bu millatni dardini, bu millatni kelajagini shu millatni ichidagilar o'ylaydi. Tashqaridagilarni sizlar ro'yxatdan o'chirib qo'yaveringlar. Hammani emas, o'sha tashqariga chiqib olib, ichkarida miting, Xitoy degan propagandalarni qo'zg'ayotganlarni shundoq ustidan qizil chiziq chizib qo'ying yoki tagiga chizib qo'ying. Abror Muxtor aytgan edi, qani deb. Ko'rasiz, o'sha kuni deysiz keyin. Farzandlarni tarbiya qilishda astodil bo'laylik. Alloh taolo bu millatga xizmatni sizni bizlarga nasib qilsin. Bizdan keyin kuchli, quvvatli, iymonli, e'tiqodli davlat farzandlarimiz yashaydigan jamiyat qolsin. Barchalarga tashakkur. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.